Qaramlik. Qaramlik bu hozirgi kunda 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan insonni hammasida qaramlik bor deb ayta olaman. Chunki har bir insonning qo'lida telefon. Bo'sh qoldimi, telefondan foydalanadi. O'yinga bo'lgan qaramlik, oddiy qisqa video, shorts videolarni ko'rsa ham bu qaramlik hisoblanadi. Assalomu alaykum. Aziz do'stlar, yaxshimisizlar? Men bugun shu qaramlik, igrovaya zavisimiz to'g'risida gaplashmoqchiman. Har bir yosh bo'ladimi, katta bo'ladimi, 21-asrda yashab turibmiz. Zamon tezlashmoqda, texnologiyalar rivojlanmoqda. Har birimizning qo'limizda telefon bor. Bo'sh qoldikmi, shu qo'limizdagi telefonni olamiz, qisqa videolarni ko'ramiz, shorts videolarni ko'ramiz, Instagram bo'lsin, YouTube bo'lsin, shorts videolarni ko'ramiz. Yosh bolalar qo'liga telefon tushdimi, har xil o'yinlarni o'ynashni boshlaydilar. Bu o'yinlarning oqibatida, qisqa videolarning oqibatida shu vaqt o'tkazib, ko'rib o'tirganda ora-orada reklamalar kelib chiqadi. Shu qimor qaramligi nimadan kelib chiqishini sababi bu reklamalar yoki shu siz video ko'rib o'tirgan bo'lsangiz, videoning orasidagi har xil bukmekerlik kontoralarni yoki kazinolarni reklamasi chiqadi. U yerda chiroyli qilib bitta inson katta summa pullarni, yutuqlarni ko'rsatadi. Uni tushunmas, bilmagan holda bosib qo'yib, ilovaga kirib, shu bukmekerlik kontoralardan registratsiya qilib, ularni bonuslarini olib, o'zini qimorga ilk qadamlarini qo'yib, qimorda olamiga kirib keladi. Oxirgi kunlarda shu qimordan qutulish to'g'risida, qimor o'ynash to'g'risida ko'p gaplar bo'lib turibdi. Qimordan ham o'ynamay yuribmiz. Qayta yana qimor o'ynab qo'yishdan qo'rqayotgan insonlar juda ko'paygan. To'g'ri, qimor insonni kutishni bilar ekan, u muammolarni yechgandan keyin, qarzi bo'lmagandan keyin qimorlarni yana eslatishi mumkin. Shu yoki uyda televizor, futbol ko'rib o'tirgan bo'lsangiz yoki do'stlar davrasida sport haqida gap ketsa, shu hozir muammom yo'q-ku, qarzlarimdan qutulganman deb kichik summa bilan boshlab o'zim boshqaraman deb yana o'ynaysiz va yana qimor olamiga qanday kirib qolganingizni o'zingiz ham bilmaysiz. Qarzdorlik botqoqi yana boshlanadi, yana muammolar, yana stresslar. Siz shu o'yindan chiqdingizmi, tan oldingizmi, to'g'ri qaror qabul qildingizmi? Bu narsani o'ylamaslikka va boshqa narsalar bilan shug'ullanishga harakat qilish kerak. Xulosa sifatida nima demoqchiman? Hozir to'xtatdingizmi? O'zingizni sevgan kasbingiz bo'ladimi, biznesingiz bo'ladimi yoki boshqa turdagi yo'nalish bo'ladimi? Fokusni shu narsaga qarating. Halol mehnatdan topilgan narsa baribir yaxshi narsalarga ishlatiladi. Bu qimor olamidan topilgan pul to'g'ri, balki yutib yurgan bo'lishingiz mumkin. Bu narsa yaxshilikka olib kelmaydi. Vaqtida to'xtating, xulosa qiling, tan oling. Ko'rishguncha.